Hozir короче sizlar bilan va nihoyat bitta o'yin o'ynaymiz. Bitta savol beraman. Tanlov huquqi o'zingizlarda. Yo o'zingizlarni tanlaysizlar yoki bir-biringlarni tanlaysizlar. Kimga gulob berishim kerak tanlaylar. Hozir kim menga qarz bera oladi? Tugab bitmas boyligi. Bermaysizmi? Kimni ujinga taklif qiling? Bu bo'laveradimi? Zavtriga oyim bilan ujin obedga bitta qiz topsam. Obedni az bilan qilaman. Kim menga osh qilib beradi? Oyim bo'yniga nima tashab qo'ydi? Pulni men bersam, yo'q ovqatlarini siz qilib beribdi. Bolalar bilan diskotekaga borishimga kim ruxsat beradi? Alibom kimga ruxsat berish kerak tanlaylar? Nope. Kim ruxsat beradi? Biz o'yingizni buzdik, ikkalamiz ham qarshimiz. Mana shu hozir talpa-talp ikkiga bir ishkal ko'rganmisan? Kim bir oy mansiz yasha oladi? Manda endi hozir